Hammaga assalomu alaykum. Yana sizlar bilan men Chorvolik bola. Bugun sizlarga Chorvoda bunaqa narxga bo'lmagan zo'r dach topib qo'yganman. Chorvo bo'yicha hali bunaqa narxga, shunaqangi zo'r high-tech dachani idealniy narxga gaplashib qo'ydim. Tabiatning go'zalligini qarang. Haqiqiy manzara, haqiqiy tabiatdan shunaqangi zo'r ajoyib dach topib qo'yganman. Xo'p, terrasa qismida stol, arg'imchoqlik qo'yib qo'ygan. Pastda yozgi basseynlari, jakuzi, hamma narsasi bor. Bu dachamizda umumiy 3 ta spalni, oila ulfat kelib dam olish uchun sharoitlar qilib qo'ygan. Oila soni 8 kishi, ulfatli soni 6 kishi. Biz alkogol qabul qilgan dachamizga qaraylik. Kirganda bilyard bor, ikkinchi etajda televizor, hamma narsa qo'yilgan. Xo'p, dachamiz premium klassdagi remontlari yaxshi, spalnili, duch spalni oynaga qaragan katta panorama oyna, o'zini sanuzillari bilan detskiy spalnilarimiz ham yaxshi, remontlar absolutni top-toza oynalar, katta xonaga yorug'lik zo'r beradi. Xo'p, bu tomonda ham spalnimiz bor. Buni ham oynasi kattagina, baland, yaxshi ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi yaxshi. O'zini sanuzillari